40 kun ham aslida ayol kishi bilan yo'q kam emas. Ya'ni erkak va ayol. Men har doim erkak va ayol haqida gapiraman-da. Ota-ona o'z yo'li bilan erkak va ayol munosabati saqlanib qolishi uchun erkak ayol uchun ham yangi statusda, keyin shunaqa pererivdan keyin boshqatdan jinsiy aloqaga уже boshqa, ya'ni chunki ayol uchun bu boshqa statusda. Boshqa status. Tug'voga mana psixologически ham shunday bo'ladi-da. Ko'p ayollarda muammo o'ylaydiki, endi men boshqachaman, semirdim, boshqa bo'ldi deb o'ylashadi yoki erkaklar o'ylaydi, ha hozir uni ichida mana shunaqa bola chiqdi-da, demak uniki kengayib ketgan hamda kattalashib ketgandir degan mana bunaqa muammolar ham bo'ladi va bu istasak istamasak erkak va ayolning munosabatiga ham juda qattiq ta'sir ko'rsatadi-da. O'ylaymanki, mana shu 40 kun ichida bir-birini qo'llab-quvvatlab, yangi statusiga adaptatsiya bo'lib va mana shu siz hozir aytganingizdek jinsiy aloqa qilishdan oldin tayyorlanish ham muhim. Nega? Chunki o'sha kontratsepsiyani deyapsizmi, keyin boshqatdan oz bo'lsa ham qayerdadir flirt deymiz-ku, mana bir-birini tam svidaniyaga chaqirish, bolasini tam 2 soatga bo'lsa ham, ya'ni mana shu holatni ham boshqatdan boshlash kerak deb o'ylayman.